Assalomu alaykum do'stlar. Darsimizda damlashib so'zlab ketdilar. Luntan türünü bayam so'zladik biroq ata. Endi mayat bir mazmun bor. Xibing finchi. Mokay nima mokay xibing? Yani sayfa bu nima degan gap desa ikki sayfani ba'zi sayfalar ortiq yoki ikkisini yig'ish to'g'ri kelsa birlashtirib olasizlar. Masalan qarang. Men 3 ta sistem bor, hozir mani qatdim. Men birinchi sayfani olib men nechinchi qatma, ikkinchi qatma, o'sha sayfadan birini qaytib olsam nechi qoldi? Ikki sayfa birlashib kelsa siz 3 ta bu sayfa demak 2 sayfa qoldi. Tejov qilyaptim, ha? Endi men munbariga qaytib ketay. Mana asli sayfa 3, hozir necha qoldi? 2. Demak musulmon bilan ba'zi o'xshash bo'lgan sayfalarni birlashtirishga bo'ldi. Uni keyin filiationshi. Ammo bu sizdan ham boshqa turadigan turlarga siz buni ishlatmasangiz bo'ladi. Qani ishlatib sinab baqsaq bo'ldi, ha? Ma chunzu man tahrirlamaymiz. Bu odatda mo'rnati to'g'ni yaxshi bu guruhning. Uni keyin Ying-Yong, Yun-Ying bekatning ba'zi bir iqtidorini ochimiz qarang. Birinchisi Zandian Guangao. Bu Zandian Guangao degan nima esa bekat e'loni. Unda qanday qilamiz? Bu o'rindan tanja qilib bekatingizga e'lon qilsangiz bo'ladi. Bu e'lon nerda chiqadi? Bekatning ust tarafida chiqadi. Masalan, birdan e'lon qaytib baqay. Sinaq e'lon 2013 ayning 37-9-ga chiqishga biz Guangao olsun. Yezgichilar bo'lsin, masalan, xabarni chizib qo'yib turay. Yo'lni batdim. Bo'ldi. E'londan birisi. Endi men boshbatni bir yanglab baqay. Masalan, men qarang mana, sinaq e'londa birdan e'lon chiqib qotamdi. Biz buni chekib baqili. Cheksak mana. Bu uqtirish turiga bor ekan. Masalan, men yo'llovchi buloqcha mazmun mandaq mo'ron chiqarib berdi. Keyin boshqa usulchi mush e'lon qilsa, men bekat ustida almashib turib, ham mazalar ko'ralaydi buni. E'lon iqtidorim shu, ya'ni damliq tiyanja qilib qolsangiz bo'ldi. Mushunchalik so'zlay. Ikkinchi birisi Zandian Guangao. Ya'ni bekatga e'lon qo'yish usuli. Mani men umumiy bir qism tushuntirib o'tay. Qarang, Mingxu deganning o'zi başbat bekitingizning mao başbat hozircha bu 0 biz yasamadik buni keyin darsni ayrim so'zlaymiz shu vaqt mush yerda ko'rinadigan doirasi başbat bo'shliq degan gap shaxsiyning o'ylisi uni keyin jusoye donglo ya'ni tizimlatish beti uni keyin munbar başbeti hozirgi munbar beti mush o'rin uni keyinidan gruppa uni keyindan qo'llancha yoki yung ishlatishcha birgan uni keyin dulichajan ya'ni qistirumlar qatorliq hamma yerlarda shu e'lonlaringizni qo'ya olasiz shu turlarga shu urlarga yoki birinchisi izlash o'ng taraf e'loni deydi bu izlash o'ng taraf e'loni nima desa masalan mavrini izlagandan keyin hozir mazmun ko'rgizmadimku shu izlash betninki o'ng tarafida chiqilgan e'lon o'rniga qartilgan mana shu o'ringa chiqilgan e'lon o'rni hozirgisi ikkinchi birisi munbar gruppa yozma qurish uqtirish e'loni deydi masalan mavrindagi bayam chiqdi masalan e'lonni bosgandan keyin chiqdi uqtirish degani mushurindagi mushurunga chiqarib beradigan e'lon birisi munbar tur orliq e'loni bu munbar tur orliq e'loni degani qaysi qaranglar munbar bir nechta turlar bor masalan xabarlar darslik detal degan gap masalan xabar deganlar ma dars degan ikkisi bir nimaning orliqiga birdan e'lon qatmoqchi bo'lsangiz siz chuqum mushurundan qatsiz mushurundan uni keyindan ma detal bilan darsning ostidan qatmoqchi bo'lsangiz men o'xshashlar mushurundan qatsiz masalan bir misol qilib o'tili masalan tianjin qilamiz gongavni qarang e'lonning ismini chuqum yozsiz uni keyin bu nada ko'rinadi lutda munbar boshqa yerda ko'rinmaydi bu chunki munbarning soniga boshbatda bo'ldi sayflar uni keyin bu naga chiqsin deydi birinchisi xohlagan ston deydi buni olmaymiz xabar deganninki ostiga chiqsin deb ep baqili uni keyindan xazina stoni xabar darslik xabar deganni tanladik yoki hamma o'rinda ixtiyor desak bu 460 yurib chiqadi bir navbat ustida bir navbat ostida degandek biz muqim o'rni belgilaymiz masalan qaysini tanlaydigan bo'ldik xabar deganni tanlaydigan bo'ldik ammo boshlangan oxirgi vaqtni yozsiz masalan tugandan boshlab e'loningiz bir oy kuchga ega bo'lsa 9-oyning 30 qilib tanlasangiz bo'ldi 9-30 to'xtaydi undan keyin deyma
Bu deyma degan nima desa, masalan ko'rik e'loni, Baidu, Google e'lonlari hammasi kod shaklida chiqadi. Shunga siz shuni kodni chaplab qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu deyma e'lon. Yana birisi Winzi yeziqcha. Mavrunga shu chiqmoqchi e'lonning yeziqini yozasiz, mau nega o'linganligini yozasiz, yeziqni bassa. Mashka to'shqasin bo'ladi. Yana birisi Topian. Bu nimasi? Rasmlik e'lon. Masalan, agar siz rasm chiqarmoqchi e'lonni. Men Lyolan qilib bir parcha rasm tanlab bersangiz bo'ldi. Ma'lumga shu rasmni bosgandan keyin adres. Masalan, menga buloqcha munbir degan darsliklar borda bir e'lon qo'ydingiz betingizga. Unda shu rasmni bassa chuqur buloqcha munbir echilish kerak. Unda qanday qilamiz? Ma'lumdan shu rasmni chiqarib beramiz, menga buloqchan.com degan adresni yozib qo'yamiz. HTTP bilan boshlangan shu adresni yozib qo'yamiz degan gap. Boshqa yerlarni tanishmasak bo'ladi. E'lon o'rnini men o'zingiz xohlagan tanishing. Masalan, odatda boshbatniki 960 bo'ldi kanligi. Kanligi 960 x'likini o'zimiz xohlagancha 60, 80, 100 yoki 150 degandek ma'lumot yozib qo'ysak bo'ldi. Mana bu ma'lumotga nimalar bo'yicha e'lon qo'yish. Masalan, qurolliq. Endi bu yerda birisi turbat ikkinchi darajalik tizimli e'loni. Bu ikkinchi darajalik tizimli e'lon degan qaysi? Bu izlash ramkasining ostida ham ko'rsatib beradigan e'lon o'rni. Betning eng ustida bu alay tavsiyalik e'lon o'rni bo'ldi. Biz alay qo'llaydigan bekatlarning e'lonini mushurun qilib qo'ysak yoki haqliq e'lon o'rniga chiqarsak bo'ladi buni. Ammo birisi darvoza munbar gruppa bo'shliqining katak e'loni deydi. Katak shaklida e'lon chiqarib birga buni qo'yib ko'rib baksangiz bo'ldi. Uni keyin yozma tizimlik e'loni. Munbar ham guruhning qismida yozma tizimlik degan nima desa, masalan, ma bir sahifa chekkandan keyin shuning ichida bir necha nimalar bor, temalar mushurunga chiqarib mishar qo'yib beradigan e'lon. Ma munbar guruh yozma e'loni. Uni keyin butun 5 bet uqtirish e'lon deydi. Bu betingizning eng ust tarafida chiqadigan e'lon. Ma bet asti e'loni deydi. Ma betingizning eng ostida chiqadigan e'lon. Ma ast tarafda hamma betlarning ma bu butun rayon 10 osti bujakda. Ya'ni bekitingizning ma 10 osti ma bujakda ko'rinib turgan ma kunlik xotira e'loni. A'zolarning o'ylusiga chiqadigan e'lon. Ma darvoza maqola e'loni deydi. Bu nimasi? Ma boshbatni yasagandan keyin chiqadigan e'lon. Ma ikki yon tarafdagi e'lon deydi. Ikki yon taraf e'lon degan nimasi? Ma o'ng taraf ham so'l tarafda ma uzun suzilgan e'lon shu. Uni keyin butun rayon laylim e'lon. Betingizning ichida uchib yuradigan e'lon. Uni keyin bo'shliq harakatcha e'loni deydi. Ma'lumotga a'zolarning o'ylusida ko'rinadigan e'lon. Uni keyin darvoza maqola e'loni deydi. Darvozaning bosh betida chiqadigan e'lon. Mushu bo'yicha. Bu yerda xalqan masalan bir dona e'lonni qo'yib ko'rib baqili. Masalan, ma ikkinchi darajalik e'lonni birini olsak, mana tanja qilamiz chuqum. Tanja qilgandan keyin qarasanglar, hammasi bayamga o'xshaydi. Masalan, ma e'lonning ismini yozamiz. Ma ko'rinish doirasi deydi. Bosh betda ko'rinsin, bo'yida ko'rinsin, chizilgan betda ko'rinsin, munbarda ko'rinsin, guruh betida ko'rinsin, qo'llanchida ko'rinsin, ma'lumotni ko'rinsin. Demak, hamma yerda ko'rinsin bu e'lon shundaqmi? Uni keyin men barliq sahifalarni tanlab qo'ysiz. Ma'lumotdan o'xshashdan barliq guruhlarni tanlab qo'ysiz. Ma'lumotni tanlab qo'ysiz. Munbar hamma yerda ko'rindi bu ikkinchi darajaga e'lon bo'lgancha. Unda kimga boshlanish vaqti, oxirlash vaqtini yozib qo'ysiz. Bayamda ma'ni so'zlab o'tib, deyma oltida menga kod chaplaysiz, yozib yozasiz degandek. Mushu bo'yicha e'lon qilsak bo'ldi. Darsimiz shagacha bo'lsin, xayr xo'sh.